demak differensial tenglamani yeching degan savol qo'yilyapti ekan. Hop, x plus 1 ko'paygan y shtrix barobar nari tarafga o'tib bordi, minus x y bo'ldi. Hop, x ni pastga bo'lib yuboraman. X plus 1 taqsim x, mana bu yerda dy taqsim dx deb yozishim mumkin. Y shtrixda teng minus y. Demak, y ga borilar bir tarafga, x borilar ikkinchi tarafga olib o'tishim uchun nima bo'ladi? Y pastga tushadi. Minus 1 taqsim y dy bo'lib qoladi. Tenglik bu tarafda x taqsim x plus 1 dx bo'lib qoladi. Mana bu x ni mana bu yerga qo'yaman, sababi bu yerda turmagani ma'qul hozircha. Demak, ikki tarafdan integral olamiz. Bu tarafdan olishimiz mumkin. 1 taqsim y dan integral ln y bo'ladi. Tenglik. Bundan integral olishimiz uchun soddalashtiramiz. Minus x minus 1 deyman, pastga o'xshatib olmoqchiman. Plus 1 bo'ladi, o'zini qaytarib berish uchun. X plus 1 dx. Bu nima degani? Integral. Mana bu ikkovidan minus chiqarib turib bo'lib yuborsam x plus 1 ga minus 1 qoladi. Plus 1 taqsim x plus 1 dx. Marshallsiz qaytarib beradi. Demak, ln y teng. Mana bu minus x da minus 1 da integral minus x plus 1 taqsim x plus 1 da integral ln x plus 1 bo'ladi. Hop, ln y barobar mana bu sonni men yozishim mumkin. Ln y ni minus x-inchisi. Shunda minus x oldinga chiqaradi. Plus ln x plus 1. Buni mana bu ikkovini ko'paytmay keltirib olsam ln y barobar ln y ni minus x-inchisi ko'paygan x plus 1. Ko'paygan s ham deb beraman, sababi mana bu yerga s ni qo'shsam, ln s qo'shib yuborsam ko'paytmay kelib qolaveradi. Y asosiga ko'tarib olsak y chiqadi, y ni minus x-inchisi x plus 1 ko'paygan s. Demak, mana D javobda turibdi ekan. 13. X plus j fx taqsim 2 3x plus 5 bo'lsa, bizdan jx 3x jx ham 3x plus 5 ekan, bir xil ekan. Bo'lsa f minus 2 kerak. Endi hop, f minus 2 ni topish uchun nima qilishim kerak? Mana bu yerni, mana bu jx ni x larini o'rniga fx qo'yib olaman. J fx chiqadi shunda. Fx topishni yo'lida bu. Tenglik mana bu yerda 3 ta fx plus 5, to'g'rimi? Mana bu j fx o'rniga mana shu ifodani olib kelib qo'yishim mumkin menda. Teng qo'yamiz. X plus buni o'rniga 3 ta fx plus 5 qo'yaman. 2 ni proporsiya qilsam 6x plus 10. Bundan 3 ta fx topsak, hop, 5x plus 5 bo'lar ekan. X ham o'tyapti-da. Shuni o'rniga minus 2 qo'ysak, 3 ko'paygan f minus 2 teng minus 10 plus 5. Javob minus 5. Mana 3 ta f minus 2 o'zi so'ralganimizda, natija esa minus 5 ga teng. 15. Hop, 4 burchak berilyapti. Diagonal chizilgan. B uchidan perpendikulyar kelyapti. A, B, S, D. Bu yerdan ham perpendikulyar bo'lyapmiz ekan mana. Hop, bu nuqta adashmasam F nuqta, mana bu Y nuqta, mana bu yerdan ham bo'lyapmiz. ABC'dan so'rayapti bizdan. To'rtburchakda so'ralgan ekan bizdan. Va DY ildizosi 117, mana bu gipotenuza ildizosida 117 bo'lyapti ekan. YF 9, mana bu o'rtasi 9 bo'lyapti ekan. Mana bu balandlikni topishim kerak, topsam bo'ladi. Bemalol. Xo'p, Pifagor qo'llaymiz-da, to'g'rimi? DF shunda teng chiqadi ildizosida 117 ni kvadrat 117 minus 9 ni kvadrat 81.
Xo'p, ayiradigan bo'lsak 36. 6 chiqyapti ekan mana bu balandlik. 6 ga teng. Xo'p. Ana. Endi kvadratni tomoni bizga kerak bo'lyapti. Yana nima qilishimiz mumkin bu yerda? Xo'p, quyidagicha ish bo'ladi, qarang. Mana bu burchak bilan mana A burchagi bu burchagi bilan mana bu burchak teng. Mana bitta chiziqqa mana xo'p, endi mana bu tomon BA tomonman DS tomon teng bo'lganligi uchun mana qarshisidagisi ham to'g'ri burchak uchburchak bo'lgani uchun gipotenuzalar teng bo'lgani va bitta burchak teng bo'lgani uchun mana bu tomonlar ham o'z-o'zidan teng bo'ladi. Mana bu yer bilan mana bu yer teng. Demak, x bu yer ham x desak, A, D, S uchburchakka qarasak, to'g'ri burchakli uchburchak, to'g'ri burchakdan chiqqan balandlik 6 teng bo'lishi kerak. Ildiz ostida ajratgan qismlar, ya'ni x ga ko'paytirganim x + 9 ni. Mana shunday holat o'rinli bo'lishi kerak. Bu yerdan x imiz hop 3 chiqadi. Shunda 3 kara 12 bo'lib 36 bo'ladi. Hop, x imiz 3 chiqdi. Mana bo'ldi. Mana bu uchburchakdan ikkitasi, ya'ni s barobar jam mana bu tarafimiz 3, 9, 12, 15 ko'paygan, unga tushgan balandlik 6 taqsim 2 dan 2 ta. Bu esa bizga demak 90 ni beryapti mana. Javob 90. M va N birlik vektorlar orasidagi burchak 120 gradusga teng bo'lsa, quyidagi ifodani toping. Ya'ni mana bu orasidagi burchak kerak. Ikkita vektor orasidagi burchak kosinus alfa barobar ularning skalar ko'paytmasi 2m + 4n m minus n va ularning modullari ildiz ostida 2m + 4n ni kvadrati va ildiz ostida m minus n ni kvadrati. Bizda m ni moduli ham 1 ga teng. N ni moduli ham 1 ga teng. Ular orasidagi burchak esa 120 gradusga teng bo'lyapti.